Erler ətritining ko'chishi 4-oktyabr. Havo xeli sovuq edi. Yeni ko'tarilib chiqqan kunning kuchsiz nuri atrofni yo'ritib, tabiatni jonlantiradi. Osmonni to'shqizib uchib yurgan hang'itlarning qiyqaq deb baqirashlari keng dalaga hayot baxsh etadi. Yüzümni yuvitib, mashinalarning gurildab kelayotgan ovozini anglab burilib, mashina yo'li tarafga qaradim. Uzoqda chang to'zitib, 5 mashina kelyotdi. Bu saharda mashinalar nima qilib kelayotgandi deb hayron bo'lib turib qoldim. Ko'p o'tmay mashinalar ot eg'ilining oldidagi yo'ldan o'tib, erlar hovlisining oldiga qarab ketdi. Mashinalarda hech narsa yo'q, quruq edi. Men yotoqqa qaytib kirdim. Mehribon tamoq elib kelgili oshxonaga men boray, shu yerdagilarning ahvolini bilgili bo'ladi deb oshxonaga tamoq olg'ili ketdi. Erlar hovlisida varang-churang ovozlar va u yoqqa bu yoqqa yugurib yurgan odamlardan qandoqdir bir jiddiylik borligi ko'rinib turadi. Ayollarning ahvollarini bilolmay bir-biridan mashinalar nimishga kelibdi deb so'rashib va har kim o'z farazlarini so'zlashadi. Ko'p kechikmasdan oshxonaga tamoq olg'ili ketganlar qaytdi. Ba'zi ayollar xabarni anglashga oldirib ketib, tamoq elib kelayotganlarning oldiga yugurib ketdi. Mehribon chilakni yerga qo'yib, erlarni Shabamu Lowgay emgak bilan o'zgartish maydoniga elib ketish uchun kelibdim. Aytganlik tamoqdan keyin mang degan. Sanjining yeniga yaqin yerda deydi dedi. Aysham, bizlarchi ayollar atirda qachon ko'chadi ekan deb hayajonlangan holda so'radi. Mehribon, ayollar atirda to'g'riliq hech qanday xabar yo'q, hech kim bilmaydi. Faqat Lowma ayollar ko'rsimi 5 oydan keyin ko'char. Her halda bu yerda suv bo'lmagandan keyin ochliq terilmasa ortiq ishmi yo'qda deb ichidagi ko'ngilsizlikni yoshira olmay. Bu yerda bizlardan boshqa odamlarmi qolmaydigan o'xshaydi. Harvakashlar atritikilarning bir qismi kadrlarning, ayollar atritining va bir qism kadrlarning boshliqlarining hammasi ketadi ekan dedi. Ayollarning hammasi bekmi ko'ngilsiz bo'lishdi. Ba'zilar ko'zlariga yosh elib, cho'llarda yolg'iz qolgan musofirlarda his qilishib, ko'ngillari buzildi. Bu yerga ko'pchilik xalqning ko'chib ketishi xabarini anglagandan keyin men ko'ngilsiz bo'ldim. Qandoqdir men kichigimdan tortib odamlarni yaxshi ko'ratdim. Qancha ko'p odamning ichida bo'lsam, o'zimni shuncha baxtli ham cheksiz xushal his qilatdim. Mening dunyoda eng yaxshi ko'rgan narsam insonlar edi. Men ulardan ayrilib, yolg'iz qolmasam deb o'ylayman. Atrofda hech narsa, hech bir inson yo'q. Bu maydonda kishilar ko'chib ketib, ozla odamning qelishi haqiqatan bizni ko'ngilsiz qiladi. Attaylik tamoqni yeb bo'lishimizga erlar hovlisidan mashinalar qo'zg'alib minishga boshladi. Ayollar yotoqlaridan chiqib, hovlida mashinalarning ketayotganiga qarab turadi. Ko'p o'tmasdan mashinalar bizning yotoqning oldidan o'tib, cho'ng yo'lga qarab ketdi. Har mashinada pilimi tutgan 5 xanzu harbiy va qurolliq 4 kadr mashinaning atrofini aylanib o'tiribdi. Jinoyatchilar bo'lsa, mashinaning o'tirsida xuddi qasqonga tizgan mantidek o'tiribdi. Shunda qilib, kayni-kaynidan mashinalar mahbuslarni elib mangdi. Eng keyinda oilik kadrlarning mashinasi qo'zg'alib menib ketdi. Ayollarning yovi to'ngizni tutishi 20 dekabr qishning qattiq sovuq kunlari edi. Atrof oppoq qora bilan qoplangan. Keng jimjit dalaning o'tirsida suv ombirining eg'ir mushaqqatlik emgakini ishlayotgan ayollardan boshqa atrofda boshqa hech bir midirilgan jon ko'rinmaydi. Osmon quyuq qora bulut bilan qoplanib, qilin qorning derkini beradi. Huvlab soqqan shivirgan atrofdagi sovuqni odamning ich-ichidan o'tkazib soqatdi. Muzlab ketganlikdan og'zim so'zga kelmay titraydim. Ayollarning muzlig'idan bir yerda turib sakraydi. Yerga to'ng yurib ketganlikdan jotuni chopsaq, yong'oqdek chalma etilib chiqib atrofga chachraydi. Shunda qilib 1 soat jotu chopgandan keyin to'ngni oshqilib oladi. G'ulash yetmigidek yo'g'on sevatlarga to'pini selib, oran ko'tirib suv ombirining qirig'i ilib chiqquncha qir ustidagi qizlar qo'llarini tortib yurib oran chiqatdiq. Turaxon, hey qizlar, xo'sh xabar. Yiroqdan bir qora narsa ko'rinyotdi.
Pochtalarmı yoki birisining tuqqanlarmi birisi kelyapti dedi. Hamma qizlar xushal bo'lishib kelayotgan bu odamga diqqat qilib qarashib, har kim o'z fikrlarini so'zlashib, chuldirlashib ketdi. Duyjang tez bo'linglar, gap qilmay ishlanglar dedi. Soğuqdan to'ng'anlikdan og'zi gapga kelmay qolgan edi. Yo'g'on qilin yog'liq bilan og'zi burni yugab, qilin paxtliq harbiy choponning yoqasini ko'tarib qo'yib, muzlig'idan u yoqdan bu yoqqa to'xtamay mang'atdi. Duyjangning yo'ldoshi milliy armiyadan tuvanga tushgan odam edi. Shuning harbiyda bergan chopini bo'lsa kerak deb o'yladim. Gulnisa Duyjangning shu holatiga qarab ichimda tova bir go'zal yosh ayol ekan, ko'ngilsiz tabiat, ko'ngilsiz hayot ichida issiq so'g'uqda mahbuslar bilan bir soatmi ayrilmay birga yashaydim. Mahbuslar yil to'ldirib chiqib ketsa, bu bechorning to'ldirgan yili yo'q. Butun umri mushaqqatda yashaydi. Bu kasbni qandoq talab qoldi ekan deganlarni o'ylag'ach Duyjangga qarab qoptiman. Duyjang mening o'zi to'g'risida o'ylab qolganimni sezgandek, "Ha, nima qarab qolding?" dedi. Men kulib qo'yib, sevatni ko'tarib to'pi ilish uchun cho'nqurga yugurib tushib ketdim. Heliqi biz qarab turgan odam pochtalyon ekan, oldimizdan o'tib ketdi. Hammamiz o'z uylarimizdan biror xat xabarlar bormikin deb umidlanib bilishga aldiraydik. Qerishqandek vaqtmi asta o'tadi. Yarim soatdan keyin suv ombirining ustida sevatni tutib turgan savrinsa qizlar mashina kelyapti deb to'ladi. Qizlar aldirishib qirib ishiga chiqib, mashina kelayotgan tarafga qarab xushallikdan chaqirishdi. Navoda sen ulardan nemishqa xushal bo'lyapsan, u mashinada nima xushallik bor sana deb so'rsang, aytib berolmasligi mumkin. Shuningdek, menmi o'z ko'nglimda intayin xushallik hisni sezdim. Ko'p o'tmay mashinami bizning oldimizdan o'tib ketdi. Ustida bir qancha odam bor edi. So'g'uqdan chumkinib olgan kishilar bizning oldimizga kelganda beshini ko'tarib bizga qarab qo'yib o'tib ketdi. Turnisa, turmadan odamlar ilib kelgan o'xshaydi degandek boshqa ayollar xushal bo'lib sakrashib ketdi. Xalcham, sen nereden bilasan, odam yo'qlab kelganlardir dedi. Turaxon, nima qilasan, yotoqqa borgandan keyin bilarsan, seni yo'qlab keldigan odam bodak xushal bo'lib ketib borsan-ku deb shanqu qilgandek ko'zni olaytib qo'yib edi. Oyshamning g'ujida ochiq kelib, "Voy, movu bir nimani, sening kiming bor edi yo'qlab keldigan? Haqni shanqu qilgudek naring nimang bor edi?" deb turishiga Tillaxon qo'ldagi sevatni cho'rib etib, yugur kelib Oyshamga esildi. Ikkisi shundoq dahshat mushlashib, siqishib, yerga yumilib bir-birining sochlarini yulishga boshladi. Duyjang kelib, "Hey, nima bo'lishding?" deb ikkisiga vaqirdi. Shuning bilan ular bir-birini qo'yib etib, o'rinlaridan turib, sochlarini o'ngshab, yog'liqlarini qo'llarida tutib, sevatni ko'tarib to'pi ilish uchun o'rmonlikqa tushib ketdi. Kuniga necha martaba uchraydigan bu urushishlarga o'ginib qolganlikdan hech kim ularning urushishiga ko'ngil bo'lmasdan o'z ishlari bilan mashg'ul bo'laverdi. Suv ombirining ustida turgan Oysha mayib, Duyjang bir yovi to'ng'iz kelyapti deb vaqirdi. Duyjang, "Ha, bo'pti, ishingni ishlaver" dedi. Bu xabarni anglagan ayollar to'plarini ko'tarib, oldirab suv ombirining ustiga chiqib ketdi va shu yovi to'ng'iz bor tarafga qarashib, "Rost yovi to'ng'iz ekan" deb jiddilashib, o'zaro talash tartish qilishdi. Men qir ustiga chiqdim. Rostdan 1 kilometr yiroq yerda o'kizdan sal kichikroq bir hayvon kelyapti. Putlarining qisqaligi, bo'ynining yo'g'onligi va tumshug'ini yerga tirab kelayotganligiga qaraganda to'ng'izga o'xshaydi. Men bizning atrofimizda biror yeza va dehqonchilik maydonining to'ng'izi bo'lib chiqib ketib, odishib kelayotgandu deb o'yladim. Bu qattiq sovuqda qalin qorliq daladan nimani izlab chiqsin? Bu yerlarda yovu to'ng'iz bo'larmi? Yovu to'ng'iz yirtqich hayvonlarning birisi. Agar yovu to'ng'iz bo'lib, mushu yerga kelib qolsa, qanday qilamiz degan o'y bilan ko'nglimda ansirash paydo bo'ldi. Hammamiz uningga diqqat qilib turg'ash ishlaydik. Degandek u to'p-to'g'ri biz tarafga qarab kelyapti. 5 minutdan keyin u o'ng tarafga burilib menib ketdi. Osham oyib, Duyjang, yovu to'ng'iz boshqa tarafga qarab ketdi. Tutib kelaymi dedi. Duyjang, "To'ng'iz bilan qoring bo'lmasin, ishingni ishla" dedi. Men Oysham chaqchaqdan shundoq davosi kerak deb o'ylab turatdim. Oysham bir oz qarab turibla qo'ldagi sevatni yerga qo'ydi.
va Turnisaning qo'lidagi changzini elib suv ombirining ustidan yugurib tushdi. Qilin qorni kechib yo'g'on otlab to'ng'izga qarab yugurib ketdi. Oyshamning keynidan Turaxon uzun apkashni ko'tarib yugurib ketdi. Turaxonning keynidan Oysha, Mahmud, Saodat, Savrinsa, Monim, Zilayxa, Potim, Xalcham qatorliqlar yugurib ketdi. Turnisa kelib mening qo'limdagi apkash tayoqni tortib elib mang'an edi. Hovdiqib qolgan Gulnisa Duyjang nima qilarini bilmay, Turnisa mingishi bilan "Suyingul midirlama" deb manga tovladi. Men gap qilmasdan Duyjangga qarab qo'yib turgan joyimdan midirlamadim. Birining keynidan biri yugurib ketayotganda 20 dak ayollarga qarab turdim. Duyjang nima qilarini bilmay qolgan qizlarni bo'lsa-mu saqlab qilish uchun hammamizga midirlama deb vaqiraydi. Apkashlarimizni ular elib ketdi. Ishlash mumkin bo'lmaganlikdan ketgan ayollarga qarab turdik. Kun kech kirib qorong'u tushib qoldi. Havo qattiq sovuq edi. Hammamiz suv ombirining ustida yugurib ketayotgan ayollarning keynidan nima bo'lishini kuzatib qarab turdik. Ular qilin besilib ketgan qorning ustida tizdan oshqudek qorni kechib oran ketib boradi. Ular xeyli uzab ketdi. Duyjang ulardan ko'zni uzmay qarab turadi. Ular borgan sari bizdan yiroqlab, midirlab ketayotgan qora chekatkaga aylandi. Men bular mushu bahona bilan qechib ketamdi nima deb qoldim. Duyjang qaytib ketishnimi yoki ularni kutishnimi bilmay qoldi. Yarim soatdan keyin ular heliqi to'ng'izni oldiga selib cho'qirishib, haydab elib qaytishdi. Hammamiz "Ani kelyotdi" deb vaqirashdik. Duyjangmi degandek bo'lib qoldi. 20 dan oshiq ayolning butun atrofni yangirtib cho'qirib, vaqirashlardan hurkigan jonivor 3 tarafdan tanglangan to'qmoq oyoq tayoqlarning o'tirsida umrida uchratmagan bu holatlardan qo'rqib, ayollarning oldiga tushib keladi. Bu ahvolni ko'rgan Duyjang bir oz xotirjam bo'lib, men bularni cho'shqini bahona qilib qechib ketamikin deb qo'rqan edim. Sen ayollardan har narsa qo'rqudi-jumu, yo'q to'ng'izni oldiga selib kelayotganini qara deb o'zining ansirgan kayfiyatini yo'qotib, xotirjam bo'lgandek bo'ldi. Men Duyjang bu sovuqda qorong'u kechida ket desangizni ketmaydi. Sovuqda menish o'ng'aymi dedim. Sen nima deysan? O'tganda bir toshqanni qo'g'lab, 10 necha odam yugurib chiqib, biroqla qechib ketdi. U odamlarning bir qanchalarini ta hozirgacha tutolmay yurmamdi, dedi. Saymonlarni yig'ishtirayotganimizda suv ombirining tövinden ayollar to'ng'izni haydab cho'qirishib o'tib ketdi. Biz ishdan qaytsak, bularning chiqirishib kelayotganini anglagan kadr va xizmatchi erlar yugurib chiqib to'qmoqlar bilan urib, yiqitib, so'yib olgan ekan. Yotoqning oldiga kelganda Saodat kelib, turmadan 2 qizni elib kelibdi. Birsi 3 yillik, birsi 2 yillik ekan. So'yin, ularni Urumchilik qizlar deydi. Siz tonishingiz mumkin. Doktorlik o'qiyotgan o'quvchi qizlar ekan, dedi. Sajida, tibbiy institutdan yana birsini elib keldimi ya? Deb yotoqqa yugurib kirib ketdi. Orqasidan men kirdim. Rostla yotoqda yangidan kelgan 2 qiz o'tiradi. Birsi yeşil to'qimi pofayka, yubka kiygan, pakar o'ruq kelgan yumaloq yuzlik, oppoq, 2 mangsi qizil, inchiki qora qoshliq, qora ko'zlik chiroyli bir ayol o'tirdi. Uning yanida uning bilan birga kelgan ayol bo'lsa, inchiki o'ruq, o'tir bo'yliq, yapma qapoq, peshonasi keng, engak tarpi tor, qaram to'lroq, qaramaqa yezdan kelganda ko'rinadi. Biz eshikdan kiribla salomlashgandan keyin o'z o'rnimizga o'tib ketdik. Tamoqdan keyin u qizlar o'zi kelib biz bilan tanishdi. Pakar chiroyli qiz bizni yonimizga kelib ko'rishib bo'lib, meditsina institutidan qo'lga ilinganga qizlar sizlarmi deb so'radi. Ha, biz meditsina institutidan keldik. O'tiring deb o'rin ko'rsatdik. U qiz rahmat etib o'ringa o'tirib, "Mening ismim Zuhra. Urumchi mol bozorida o'tiramiz. Dadam Ahmet Jong degan adam. Urumchilik bo'lsanglar, tanishishinglar mumkin", dedi. Urumchilikman, biroq yaxshi tanımaydi ekanman dedim. Siz tanımasligingiz mumkin. Dadam tugab ketgani uzun bo'ldi. Burun atoqliq savdogar boy odam bo'lgan ekan. Men dadamga o'xshayman. Dadam pakar kichik ekan to'q. Kishilar nemishqidir Ahmet Jong deb atashgan ekan. Men o'zimni hayron bo'laman, dedi. Biz endi paranglashib turardik. Eshikdan mehribon yugurib kirib, "Zuhra, Ahmet sizni
Duyjan ishxonaga chaqiryotidi deb qo'yib, o'choq beshig'i berib, o'tqa isinishga boshladi. Zuhra o'rnidan turib, men sizlarning borliqinglarni ko'rib intayin xushal bo'lib, o'zimning qarindoshlarimni ko'rgandek bo'ldim. Bu ig'ir kunlarni birga o'tkazsak, yengil bo'lar deb o'ylayman. Sizlar bo'lmaganda menga qanday qiyin bo'ladi? Men chiqib kiray deb chiqib ketdi. Ayollar atratining Shabaxuga ko'chishi 23 fevral. Atrof jimjit. Barliq ayollar tatliq uyquda uxlayotdi. Yotoqqa kirib chiningan pushtak ovozdan cho'chib uyg'ongan ayollarning hammasi g'udingshib tillashga boshladi. Hoy, beshingni yeydigan qarg'u, nima yotoqda chaldig'andu, talada chalsa bo'lmamdig'andu, qo'tir aktiv ovoq. Buk ol desa bosh oldiganlar deb taraf-tarafdan tillab ketdi. Haqiqatan Mahinurning bu qiliqiga bu tillar balki ozliq qiladi. G'o'ylada chalgan pushtakni qattiq uyg'uda yotgan ayollarning yotiqiga kirib chaladi. O'rnimizdan turib kiyinib bo'lguncha Gulnisa Duyjan yotoqqa kirib keldi va o'rninglardan turdinglarmi dedi. Ayollarning hammasi degandek turdiq deb javob berdi va saharda Duyjan yotoqqa kirganiga hayron bo'lib qarab qoldik. Turgan bo'lsanglar tamoqcha o'rin ko'rparinglarni tengib tayyor bo'linglar. Tamoqdan keyin traktor keladi. Yukinglarni traktorga besib, soat 9lar bilan menish kerak dedi. Ovoz chiqarmay anglab o'ltirgan ayollar bu so'zni anglagandan keyin nimishqidir xushal bo'lib sakrashib ketdi. Nega bormiz Duyjan deb Zeynab so'rgan edi. Borganda ko'rsan, tayyorlansang bo'ldi dedi. Ayollar hammamiz ketamdi deb so'radi. Ha, hammamiz ko'chib ketamiz. Tez tayyorlaninglar deb chiqib ketdi. Ayollar jiddiy holatda yuk taqilib tengishga kirishdi. U yoq bu yoqqa yugurishib, sumkang bormi? U yo'q, bu yo'q. U nada, bu nada deb cho'qishib, yurib tamoqcha yuk taqilimizni tengib bo'lib, bir chetga dövlab qo'ydik. Ikki traktorga birining oldiga biri degandek tiqilib, oran o'ltirdik. Traktor haydaguvchining yeniga qurolliq bir kadr o'ltirib, soat 8:30da Shigobidan qo'zg'alib mangdik. Shigobi urushidan keyin odamsiz qolgan vayron shahardek bo'shab qoldi. Butun dunyoning go'zalligi inson bilan cho'lnimi go'zal qildig'ini inson deb kaynimiga qarab xiyoli bilan jim o'ltirib qolgan ekanman. Sajida, hey so'yin, Shigobiga qiymay ko'nglim yerim bo'layotamdi deb chaqchaq qildi. Menmo, ha, ugunib qopdiq emasmi? Qaranglar qanday ko'ngilsiz bo'lib qoldi deb chaqchaq qilib kuldim. Qizlarmi kulishdi. Qizlar xushal edi. O'tirda o'tirgan Pasha hammo ikki mangziga qizil surtib, bir qishig'i qara, bir qishig'i suz qashliq qilib olgan edi. Qandaqdir xushal ko'rinadi. Zeynab, qizlar, men bugun ozod bo'lgandek ko'nglim xushal bo'lyotdi deb kuldi. Tilahim, Zeynab, sana 3 oy, menga 4 oy qoldi. Xudoyim buyursa ozod bo'lamiz, yurtga qaytamiz. Kunlar chapsan o'tsa deb tilayman. Voy jinim, shu kunlar kelarmi? Shu chaqda qandoq bo'lib ketarmiz deb ikki qo'lini engak ostiga qo'yib, beshini kayniga tashlab, osmonga qarab kulib ketdi. Qizlar uning qiliqiga qarab kulishdi. Traktor oldida o'ltirgan qurolliq kadr cho'qirishmanglar deb to'g'ilgan edi. Ayollar jim bo'lib shivirlashib, asta so'zlashdi. Bugun kun ajoyib chiroyli. Atiyaz fasldek havo issiq, osmon bulutsiz, atrof ko'ngillik edi. Traktor tartildab, yukni aran so'rab ketib borgandek asta mang'atdi. Kichik sayliqlarga kelganda traktor tortolmay, biz tushib piyoda mangdik. Kichik do'nglardanmi tortolmay aran so'rab chiqib mangdi. Kaynimizning kelayotgan traktori biz do'ngdan chiqib manganda orqada qoldi. Tuz yo'llarda traktor chiqib, do'nglik o'ng'ul-do'ng'ul yo'llarda piyoda, ba'zi yerlarda qor kechib, ba'zi yerlarda loy va ba'zi yerlarda suv kechib degandek mengib soat 3lar bilan yetib keldik. Maydonga yaqinlashganda keng yeyilgan dehqonchilik maydonlar va qilin buk daraxtlar orasiga joylashgan kichik yezlardan o'tib mangdik. Traktor yo'lning ikki cheti qilin daraxtlar orasidan o'tib, darvozaning oldida bir quduqi bor yo'g'on ho'ylaga kelib kirdi. Traktor to'xtashiga ho'ylaning o'ng qo'l tarafga qator qilib selingan deraza eshiklarini ko'k bo'ygan, tomlarini hok bilan oqargan yo'g'on uylardan 5 odam chiqib, bizga yuklarimizni ko'tarib qator tizdi.
Yoğan tömür ishikdan qo'sh mushtak qora qulupni daranglatib ichib ishkirki ho'yliga ilib kirdi. Tömür ishik bilan yo'g'on qora qulupni ko'rgandan keyin hammamizning xushalliqi yo'qoldi. Shigubida kang dalaga selingan ho'ylisiz uyda yashab siqilatdiq. Endi egiz tamliq tömür ishik, tömür qulupluq tar kichik ho'ylida qanchalik egil siqilishlar bilan yashashga to'g'ri keldiganligini his qildim. Kichik ho'yliga kirib to'rt tarafga qarab sap saldim. Ishikdan kirishda o'ng qo'l tarafda ishikdan o'zgacha 5 metr egizlikdagi tam, ho'ylining to'rida 3 yotoq, so'l qo'l tarafda 3 yotoq, ishik tarafda oshxona bor ekan. Ho'yliga kirib hammamiz qator tizilib ratlandik. Yenimda turgan Zo'ram Ho'shur meni qo'li bilan tortib, o'g'zini ko'rsatib ishoratladi. O'g'zida 2 yosh Xanzu askari qo'lida yo'g'on pulemyotni bizlarga tanglab, qapoqlarini turib qarab turardi. Bu odamlarning ko'ngliga yoqmaydigan intayin sovuq bilinadigan ko'rinish edi. Ayollar bir-biriga ko'rsatib qo'rqqan holda pichirlashardi. Duyjang ishikdan bir parcha qog'ozni ko'tarib kirib keldi va qog'ozdagi ismliklarni o'qib, har qaysimizni yotoqlarga o'rlashtirdi. To'rdagi 3 yotoqda Xanzu ayollarni, qolgan 3 yotoqqa millilarni o'rlashtirdi. Oshxonaning yenidagi 15 metr uzunlik, 5 metr kenglikdagi cho'ng yotoqqa 40 ga yaqin ayollarni o'rlashtirdi. Yotoqning ishigidan kirishda kichik o'choq ham keng qilib selingan tom mash bor edi. Uyning o'tirsida 2 odam oram minib o'talaydigan o'rin qoldirib, 2 tarafga lim qo'yib saman to'ldirilgan o'rinlar tayyorlab qo'yilgan ekan. Shu o'rinlarga joylashdik. Har bir odamga 2 g'irishdan o'rin bo'lib, ayollarni oran o'rlashtirdi. O'rin tar bo'lganlikdan bir taraf bilan yetib, bir taraf bilan turishga to'g'ri keldi. Bo'lmasa sig'ish mumkin emas edi. Yerim kecha bo'lganda varang-cho'ng ovozda uyg'onib beshimni ko'tarib qarsam, kaynimda qolgan traktordagi ayollar endi yetib kelib, yotoqqa kirib yetibdi. Zuhra Ahmad, voyjon, onamizni ko'rib ming tasdiqda oran yetib keldik, deb kelib, supa chetiga qo'ygan limning ustida o'ltirdi. Yotoqdagilarning ko'pchiligi hech nimani tuymasdan shundoq tatli uxlayotdi. Men o'rnimdan turib, kiyinib yangi kelganlarning yeniga bordim. Nima shuncha kech qoldinglar deb hol so'radim. Shu dongda traktorimiz buzilib, shu yerda piyoda minib, ming japa bilan herib, jinimiz oz qilib oran yetib keldik deb qanchalik qiynalganligidan shikoyat qilishdi. Oshxonadan odam beshiga birdan qo'noqdan berdi, shuni yeb yetib qoldi. Shabaxuda 24 fevral. Atdigan ketman go'rjaklarimizni ko'tarib, tizilib ishga mangdiq. Yo'lning ikki tarafi odamning g'ulicha yetmaydigan yo'g'on daraxtlik keng yo'l bo'lib, ko'rikdan o'tgandan keyin o'ng qo'l tarafda xeyli cho'ng magazin, ham magazinning yinda kichik doktorxona bor edi. So'l qo'l tarafda chiroyliq selingan kadrlar ishxonasi va uning keynida qator-qator qilib tizilib turgan oyliklar binosi ko'rinib turardi. Ishxonaning ustunki tarafda bog' bo'lsa kerak, qo'yiq yosh ko'chatlar ko'rinib turardi. Bu yer jinoyatchilarning o'zgartish maydoni bo'lib hisoblanadi ekan. Biz shu cho'ng yo'l bilan bir qancha kilometr yurgandan keyin yo'lning o'ng qo'l tarafiga burilib, bir kishilik piyodalar yo'li bilan 1,5 kilometr mang'andan keyin yangidan qazib ishlanayotgan o'stan bo'yiga kelib to'xtadik. Erlar 1 kilometr yerga bo'linib o'stan qazib ishlab etibdi. Biz ularning bosh tarafiga kelib tushdik. Har bir ayolga kuniga 4 ko'p yerni ko'lashga norma qilib berib o'rlashtirdi. Bu yerning to'psi qora, sho'r ham zay bo'lib, butun atrof yildizi cho'nqur o'sadigan qumushliqdan iborat edi. 1 metr cho'nqurlikda qizilgandan keyin to'pi ketman va gurjaklarga chaplashib, qirib to'pini tushirmaguncha ketman gurjaklar bilan otqonga tushmaydi. Shuning bilan ikki qiz birlashib ishlab, birsi ustida, birsi o'stanning ichida. Gurjakni bir besib, gurjakni to'pi bilan ustiga olsak, ustidagi qiz gurjakdagi to'pini qirib tushirib, qiziyotgan yerga tashlab beradi. Qumushning qattiq ham qo'yiq yildizlari biz uchun texnik qiyinchilik tug'diradi. Bu o'stan 3 metr cho'nqurlikda, 4 metr kenglikda bo'lishi kerak. 3 metr cho'nqurlikqa tushganda ichidan chiqqan loy bilan qir 2 metr egizlab,
5 metr cho'nqurliqdagi yo'g'on bir o'stan bo'lib chiqatdi. Ishdan qaytganda oyoqqa dastlab mong'udek holimiz qolmay oron qaytatdik. Mana shunda qilib o'standa bir oy ishladik. Jelilning dunyoga kelishi 28 fevral. Turmaga homildor bo'lib kirgan Jamila bir hafta burun Sanji doktorxonasiga ketgan edi. O'stan qizishning eng oxirgi kuni butun ishni tamomlab yotoqqa qaytib kelsak, Jamila bir buvoqni ko'tarib o'ltirdi. Jamilani ko'rish bilan qizlar cho'qirishib berib, Jamila bilan ko'rishib, buvoqni qo'lning qo'lga ilib ko'rishib, "Viyay, nima degan chiroyliq, nima degan tatliq buvoq" deb so'yishib ketdi. Tinishligi buzilgan buvoq yuz ko'zini purishtirib yig'lab ketdi. Uni ko'rgan qizlar texmi amroqlik qilib kulishatdi. "Amina, Jinim, nima degan tatliqsan? Yig'anmu chiroyli ekan. Sening ovozing qulog'imga bulbul ovozdek yiqimli anglandi. Xo'ymi chiroylisan, xo'ymi tatliqsan" deb qisib so'yib ketdi. Ammo nima taliying va nima gunohing bordu? Tug'ilibla turmini ko'rding deb bolani bag'riga bosdi. Bola to'xtamasdan yig'laydi. Bu vaqtni Jamila ilib, papilab bezlashga kirishdi. Jamila egiz bo'yliq, bastalik, oq seriq kelgan. Suyuq qisqa xum rang, chashliq, shalon qashliq, oq pishmoq, qo'y ko'zlik issiq chiroy, eg'ir besiq, kam so'zlik ayol edi. Uning sirtqi ko'rinishidan o'zini tutib olgan, adab axloqli ayolda ko'rinadi. Ammo u istil bilan ko'chada yurgan ayollar qatorida qo'lga ilingan ekan. Har narsaning sirini bir Allohning o'zi biladi. U Shigubaga kelganda 2 oylik homillar bo'lib kelgan edi. Shu ig'ir bo'yi bilan butun emgaklardan qolmay ishlab keldi. Turnisa, Jamila bu vaqt o'g'ilmi qiz deb turib bolani qo'lga oldi. Jamila onalik mehri bilan bu vaqtga qarab turib o'g'il deb kuldi. Sajida Jamilaga ichingan holda. Jamila bu bolaning dadasiga xabar qilsangiz, u kelib siz bilan bolani so'rab elib chiqib ketalaydi. Bo'lmasa bu bolani turmada qandoq boqsiz? Bolaga uval dedi. Jamila hasratli ko'zi bilan bolaga bir qarab qo'yib, "Buning dadasi mushu yerda, mavu yondagi ho'ylida, bizning yotoqning keynidagi tam erlar ho'ylisiga yon tam edi. Shu ho'ylida erlar atirda turadi. Ismoil degan odam, umu turmada bizga yordam qila olmaydi" deb bolani bag'riga besib, papilab bezlashga boshladi. Kichik Potam dadasi angladimi deb so'radi. Jamila angladi, bolaga deb sopun lunga kirgizibdi dedi. Zilayha u bechorningmi topgan narsa shu-da dedi. Jamila bolaga ot qo'ydingizmi deb so'radim. Men, yo'q, tegi ot qo'ymadik. Amina so'zning oxirini kutmasdan turma qo'yayli dedi. Sajida, bu bechora narsida bu vaqtning nima gunohi? O'zi turmada tug'ilib, butun hayoti bo'yicha bu qorong'u hayotning ishini turma deb to'shib yursinmi? Bo'lmaydi dedi. Kichik xalcham, tarim deb qo'yayli dedi. Shunda qilib har birisi har turli ot tayyorladi. Hech qandaqi ko'ngliga muvofiq kelmaydi. Zo'ram turib dadasining etiga yaqin Isroil qo'yayli dedi. Men jabasini tortmagan dadasiga yaqin qo'ygandan Jamilaning o'ziga yaqin Abdujilil, ya'ni Jilil qo'yayli dedim. Jamilami qo'shildi. Hammamiz bu ismini loyiq ko'rdik. Shuning bilan kichik buvoqning eti azansiz, qomatsiz bizning otishimiz bilan Jilil bo'ldi. Jilil haqiqatan bakmo chiroyli buvoq edi. Qora qumchoq kelgan yo'g'on qora ko'zlik, uzun kirpiklik, uzun inchiki qora qoshliq, qonshaliq, inchiki burun, og'zi o'ymoqdek bo'lib, peshonasiga tushib turgan qo'yiq qora sochlari uni go'zal va umoq ko'rsatdi. Hamma ayollarning uningga mehri tushib, uni chin ko'nglidan yaxshi ko'radi. Bola yalang'och bir latta bilan yo'gab qo'yilgan edi. Hammamiz shu bolaning g'imini qilishib, o'zimizda bor narsalar bilan Jililga kiyim tikdik. Mayinur ko'ynak ishdan tikdi. Men o'zimda bor yung yip bilan beshiga posma ham jiletga to'qib berdim. Potam ishdan paypoq tikib, shuning bilan Jililimizni kiyindirib yasab qo'ydik. Lekin Jamila o'zi osh qo'saq, eg'ir emgak ishlab yurganlikdan baliq sut bo'lmay, bola osh qo'saq, og'zi besilmay yig'laydi. Jilil og'zini ichib atrofdan yuziga
nima tegsa emish uchun tirishadi. Hammamiz buningga amalsiz qoldik. Oxiri bo'lmasdan qo'noq mo'mini chaynab yugizishni maslahat qildik. Jilil yumshoq chaynalgan qo'noq mo'mini yalmab oldirab yeb ketib edi. Hammamizning ko'ngli yerim bo'lib, balaga ichimiz og'rib ketdi. Bala og'rib qolarmi deb ansirab, balaga diqqat qilatdik. Bechara narsida bala qo'rsoq to'ygandan keyin shirin uyquga ketdi.